Assalomu alaykum. Bugun gaplashmoqchi bo'lgan mavzuimiz nega inflyatsiya iqtisodiyot uchun xavfli hisoblanadi? Va biz mavzuni boshladik. Inflyatsiya nima va u qanday yuzaga keladi? Inflyatsiya narxlar umumiy darajasining uzoq muddatli o'sishi, pulning xarid qobiliyatini pasayishi. Talab inflyatsiyasi tovar va xizmatlarga bo'lgan talab takliflardan oshib ketganda, xarajat inflyatsiyasi esa ishlab chiqarish xarajatlari oshishi sababli narxlarning ko'tarilishi. Inflyatsiyaning iqtisodiyotga salbiy ta'sirlari: xarid qobiliyati pasayadi, aholining daromadlari qadrini yo'qotadi, investitsiyalar kamayadi, noma'lumlik sharoitida sarmoyadorlar ikkilanadi. Inflyatsiya davrida davlat va markaziy bankning choralari: pul kredit siyosati, foiz stavkalarining oshishi, taklifni oshirish, ishlab chiqarishni rag'batlantirish. Fiskal siyosati, davlat xarajatlarini kamaytirish, soliqlar, bozorni tartibga solish, monopoliyaga qarshi choralar. Xulosa: barqaror iqtisodiyot uchun inflyatsiya muvozanati, narx barqarorligi iqtisodiy o'sish uchun muhim. 2. Aholining ishonchi moliyaviy rejalashtirishni osonlashtiradi. 3. Global raqobatbardoshlilik eksportga yordam beradi. Inflyatsiya nazorat qilish barqaror va farovon iqtisodiyotning kalitidir. Bugungi mavzuimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.